Assalomu alaykum. Sizlar bilan YouTube kanalida Azim va Nazokat. Judayam qiziqib ketayotganligini qaynatayotgan ekan kompotini shakar soldimikin, holicha soldimikin yoki shunchaki yana boshqa narsa soldimikin deb qiziqayotganlarga mana men syomka qilib ko'rsatyapman. Ertaga savol bermasa kompotlarimni sotib olishligi uchun. Chunki ularni ham vaqti har bir vaqti g'animat, bizda ham vaqtimiz, har bir vaqtimiz bizaniki ham chegaralangan. Shuning uchun sizlarga kompotimni qaynatib ko'rsatyapman. Mana ko'ringlar va ertaga mazza qilib ichinglar. Albatta mazza qilib ichadigan kompot. Mana qaynashini ko'rasizmi, qanaqa chiroyli qaynayapti. Olichalarni qarang, qanaqa chiroyli bo'lib ko'rinib turibdi, yirik bo'lib. Baraka topinglar. Sizlarga ham rahmat, o'zimga ham albatta rahmat mehnat qilayotganimga. Bu kompotlarni issiqda qaynatib, erinmasdan pishirib, sovutib, yana xolodilnikka qo'yib, ertalab yana olib chiqib. Albatta mening mehnatim ham qadrlanadi degan umiddaman. Hozircha esa xayr, sizlarning YouTube kanalida Azim va Nazokat. Aytgancha, hali qizig'i oldinda. Sizlar hali olib ichib turinglar. Lekin qizig'larini keyin ko'rasizlar. Hozircha esa xayr. Sizlarning YouTube kanalida Azim va Nazokat.